75 256 talik. Da. Mo'ljalimiz nech pul endi bunga? Mo'ljal 600 qilib turibman. Yo'q, 200 dollar beraman-da. 200 vashi yo'q. Bo'pti, korobkasi yo'qligiga menga strixovkaga nima bera olasiz? O'zini? O'zingizni? Yo'q, o'zingiz kerak emas, siz menga lekin. O'zim qimmatli qilaman aka sizga. Ha? O'zim qimmatli qilaman. Yo'q, men siz nech pul o'zi? 600. Kommentga yo nomeringizni yozib qo'yamiz. 600 dollar telefon. Ha, telefon 600 mi yo? Ha, yo'q, bo'ldi. Qo'ying telefonni barakasini qila qoling. 350 konkretniy. Bez korobka 75 256 bo'lgan shu holat yaxshi. Unaqa bolaga o'xshamaysiz. Mana shu kam narx aytyapsiz. Tirikchilik. Siz normal boy bolaga o'xshaysiz. Yo'q, endi kiyimlar usti ko'rinish aldamchi deyshadi. Yo'q, menga qarang. Telefonimiz 350. Bir kambag'al bolaman o'zi. Tirikchilik olmayman buni. Men ham tirikchilik uchun kelyapman. Majbur bo'lmasam sotmasdim. Menga qarang, mana shu videoni qo'yaman. Tirikchiligingiz ko'payib ketadi sizda, lekin narxini aytib qo'ysangiz bo'ldi faqat. Hazillashyapsizmi? 400. Menga pul yetmaydi. Yo'q, menga kerak emas. Menga telefon kerak 400 dollarga. 400 dollar? O'tadimi? Yo'q. Nech pul? Ozgina ko'taring. Ha? Narxini ko'taring ozgina. 420 bo'ladimi? Undan yo'q, lekin menga rostdan haqiqatan nimadir bitta bersangiz ham qiyin lekin. Ko'tarmaydi-da yoki 420. Nech pul? Bez korobka nech pul ko'tarsin sizga? 500 ga bering aka. Yo'q, 500 ga qimmat. Nimadirga babi taqib olsa, 500 qilib 70 dollarmi? Deganim yo'q hech narsaga. Bo'ldi, mana men sizga oxirgi narxi telefoningizni siz emas. 430 ga olaman, bo'lmasa telefoningizni oling deb xayrlashib ketaveramiz. Men kelgan vaqtimga, kelgan yo'limga roziman. Bersangiz 430 ga o'tdi. Undan yo'q qimmat lekin chizsa. Ha, mayli. Rozimisiz? Berarsiz. Bo'ldi, ish foiz. 430 dollarga aniqroq. Siz to'g'rimi? Palakat malakat bo'lmaydi ishda. To'g'ri. Voy, voy. Oldin tutganman-da. Bo'ldi.